Birinchi qism. Bolaning yashirin imkoniyatlari. Ehtimol, maktab davrini har biringiz yaxshi eslarsiz. Sinfda o'tkir zehnli, iqtidorli o'quvchi hech qanday mashaqqatsiz sinf yetakchisiga aylanar. Ayni paytda boshqa bir o'quvchi qancha harakat qilmasin, bilim olishda ortda qolib ketardi. Mening o'quvchilik paytimda o'qituvchilar bizlarni shunday rag'batlantirishardi. Aqllimisan yoki yo'qmi, bu naslga bog'liq emas. Barcha narsa o'z sa'y-harakatingga bog'liq. Ammo shaxsiy tajribam a'lochi doimo a'lochi, ikkichi esa doimo ikkichi bo'lishini ko'rsatardi. Go'yoki insondagi qobiliyat avvaldan belgilab qo'yilgandek. Bu nomuvofiqlikni qanday bartaraf etish kerak? Kelgan xulosam shundan iboratki, insondagi qobiliyat va fe'l-atvor tug'ilganda belgilanmay, uning asosiy qismi hayotining ma'lum davrida shakllanadi. Qadimdan davom etayotgan bahs insonni uning nasli shakllantiradimi yoki u oladigan ta'lim-tarbiyami? Ammo bugungi kunga qadar biror bir ishonchli nazariya bu bahslarga chek qo'ymadi. Nihoyat bir tomondan miyaning fiziologik tadqiqoti va ikkinchi jihatdan bolalar psixologiyasini o'rganish jarayonlariga ko'ra, bola aqliy qobiliyatining rivojlanish kaliti bu uning birinchi 3 yilda, ya'ni miya hujayralarining rivojlanish davrida olgan shaxsiy tajribasidir. Barcha insonlar dunyoga bir xil holatda keladi, ya'ni hech bir bola daho yoki ahmoq bo'lib tug'ilmaydi. Bola tug'ilgandan boshlab oladigan ta'limi sabab noyob qobiliyatga yoki aksincha yomon qobiliyatga ham ega bo'la oladi. Lekin ulg'aygandan keyin biror bir noyob qobiliyatga ega bo'lishini istagan kishi har qancha istamasin, unga ega bo'lishi imkonsiz. Tug'ilganidan 3 yoshgacha bo'lgan oraliqda insonning qobiliyati va fe'l-atvori deyarli shakllanib bo'ladi. Shuning uchun maktabga borganida qobiliyatli bola masalani hech qanday qiyinchiliksiz, qobiliyati yetarlicha shakllanmagani esa uzoq vaqt sarflab mashaqqat bilan yetishga to'g'ri kelishi xuddi adolatsizdek tuyuladi. Lekin bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatdir. Hamma narsa bolani rag'batlantirishga qaratilgan xatti-harakatlar va go'dak hayotining hal qiluvchi davrida bosh miyasining rivojlanish darajasiga bog'liqdir. Bu 3 yoshgacha bo'lgan davr bo'lib, ushbu yoshgacha berilgan ta'lim-tarbiya usuli muhimdir. Shu sababli farzand tarbiyasini uning bolalar bog'chasiga chiqqanidan keyin boshlash juda kechdir. Barchasi o'qitish usuliga bog'liq. O'quvchi hayron bo'lishi mumkin, nega men mutaxassislik bo'yicha muhandis va hozirgi kompaniya prezidenti insonning erta rivojlanish masalalari bilan shug'ullanishga kirishdim. Sabablari qisman ijtimoiydir. Ayni paytda hozirgi kundagi yoshlarning isyoniga befarq emasman va o'z-o'zimga savol beraman. Yoshlarning hayotdan qoniqmasligiga zamonaviy ta'lim qanchalik aybdor? Shuningdek, bu masalaning shaxsiy sababi ham bo'lib, o'z farzandim aqliy rivojlanishda ortda qolayotgani edi. Farzandim juda yosh paytida bu kabi nuqsonlar bilan tug'ilgan. Unga tug'ilishdan boshlab to'g'ri ta'lim berilsa, o'qimishli inson bo'lib ulg'ayishi mening hayolimga ham kelmagan. Doktor Shiniki Suzuki ko'zimni ochdi. U ta'kidlagandiki, qoloq bola yo'q, barchasi o'qitish usuliga bog'liq. Doktor Suzukining go'daklarni skripka chalishga o'rgatish uchun amalda qo'llagan va hayratli natijalarga erishgan noyob iste'dodni tarbiyalash usulini birinchi marotaba ko'rganimda, ota sifatida farzandimga o'z vaqtida hech nima qilmaganimdan afsuslandim. Men ilk marotaba talabalar g'alayonlari muammosi bilan shug'ullanganimda, ta'limning ahamiyati haqida chuqur o'yga toldim va nima sababdan bizning tizim shu qadar tajovuzkorlik va qanoatsizlikni vujudga keltirayotganini tushunishga harakat qildim. Avvaliga menga bu tajovuzkorlikning ildizlari universitet ta'lim tizimiga borib taqalgandek tuyuldi. Biroq muammoni chuqur o'rgangach shunga amin bo'ldimki, bu muammolar o'rta maktab davri uchun ham xos ekan. So'ng men maktabning o'rta hamda boshlang'ich tizimini o'rgandim va shunday xulosaga keldimki, bolaga hatto bog'cha yoshida ham ta'sir ko'rsatish kech bo'lar ekan. Kutilmaganda ushbu fikr doktor Suzuki va uning hamkasblari shug'ullanayotgan ish bilan mos keldi.
Doktor Suzuki o'zining "Suzuki uslubi" nomli erta yoshdagi bolalar uchun ishlab chiqilgan g'ayrioddiy ta'lim usulini 30 yildan buyon amaliyotda qo'llamoqda. Bunga qadar u boshlang'ich va yuqori sinflarda ta'limning an'anaviy usullarini qo'llab dars bergan. Uning aniqlashicha, yuqori sinflarda qobiliyatli va qobiliyatsiz o'quvchilar o'rtasidagi farq juda katta ekan. Shuning uchun u yoshi kichikroq bolalar bilan shug'ullanishga harakat qildi. So'ngra yanada kichikroq va shu tariqa asta-sekinlik bilan o'quvchi bolalar yoshini kichraytirib bordi. Men talabalar g'alayoni haqida o'ylay boshlaganimda, Suzuki bu usulini allaqachon 30 yil oldin amaliyotda qo'llagan bo'lib chiqdi. Doktor Suzuki skripka chalishni o'rgatadi, chunki o'zi skripkachi. Bu usulni ta'limning istalgan sohasida qo'llash mumkinligini tushunganimda, erta rivojlanish muammosini jiddiy o'rganishga qaror qildim. Erta ta'lim buyuk daholarni tarbiyalab yetishtirishni maqsad qilmaydi. Mendan ko'pincha erta ta'lim buyuk daholarni tarbiyalab yetishtiradigan ta'limmi, deb so'raydilar. Men yo'q, deb javob beraman. Erta ta'limning yagona maqsadi bola jismonan sog'lom, aqlli, o'tkir zehnli va gapga quloq soladigan dono inson qilib tarbiyalashdir. Hamma odamlar agar jismoniy nuqsonlari bo'lmasa, deyarli bir xil holatda tug'iladilar. Bolalarning aqlli yoki nodon, mazlum yoxud tajovuzkor bo'lishi ularning tarbiyasiga bog'liqdir. Har bir bolaga kerakli vaqtda zarur narsa berilsa, u o'tkir zehnli va qat'iy irodali bo'lib ulg'ayishi mumkin. Insonni kuchukka taqqoslash g'ayrioddiy tuyulishi mumkin, lekin haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi. Ya'ni qanchalik ajoyib, zotdor kuchuk bo'lmasin, agar uni egasiz daydi itlar to'dasiga qo'shib qo'ysak, u tobora vahshiylashadi. Alal oqibat oxiri haqiqiy daydi itga aylanadi. Ta'kidlash zarur emaski, yangi tug'ilgan chaqaloqning miyasi itnikiga nisbatan sust rivojlangan bo'lib, tarbiya usuliga qarab itlar orasida tarbiyalansa, osongina daydi itga ham aylana oladi. Fikrimcha, erta ta'limning asosiy maqsadi baxtsiz bolalar ko'payishining oldini olishdir. Bolaga yoqimli musiqa eshittirish yoki skripka chalishni o'rgatish uni mashhur musiqachi bo'lib yetishib chiqishi uchun amalga oshirilmaydi. Unga xorijiy tilni o'rgatish, betakror tilshunos bo'lishi yoxud uni yaxshi bolalar bog'chasiga yoki boshlang'ich maktabga tayyorlash uchun emas. Asosiy maqsad boladagi cheksiz imkoniyatlarni rivojlantirish tufayli uning hayoti va dunyosiga ko'proq quvonch olib kelishdir. Chaqaloqning yetarli rivojlanmaganligi uning ulkan imkoniyatlari negizidir. Mening fikrimcha, erta rivojlanish yangi tug'ilgan chaqaloqning cheksiz yashirin imkoniyatlarga egaligi bilan bog'liq. Albatta, yangi tug'ilgan chaqaloq mutlaqo ojiz. Ammo aynan shu sababli yashirin imkoniyatlari beqiyosdir. Inson chaqalog'i hayvon bolasidan ancha ojiz bo'lib tug'iladi. U faqat yig'lash va sut emishni biladi. Hayvonlar esa, masalan, kuchuk, maymun, sigir yoki otning bolasi esa emaklashi, yopishishi va hatto tug'iliboq o'rnidan turishi va yurib ketishi mumkin. Hayvonshunoslarning ta'kidlashicha, yangi tug'ilgan chaqaloq yangi dunyoga kelgan hayvon bolasidan 10-11 oycha orqada qoladi. Buning sabablaridan biri insonning yurishdagi holatidir. Ayol vertikal holatda yurganida bachadondagi homila to'liq rivojlanish holatiga yetmaydi. Shuning uchun ham chaqaloq nihoyatda ojiz bo'lib tug'iladi. Inson tanasini boshqarishni, ya'ni harakatlanish va yurishni tug'ilgandan keyin o'rganishga majbur bo'ladi. Bu esa inson bolasining qobiliyati tug'ilganidan so'ng oladigan ta'lim asosida belgilanadi deganidir. Shu tarzda u miya imkoniyatlaridan foydalanishni ham o'rganadi. Hayvon bolasining miyasi tug'ilganiga qadar shakllanib bo'lgan bo'lsa, yangi tug'ilgan chaqaloqning miyasi oppoq qog'oz kabidir.
Bolaning qanchalik zehnli bo'lishi ana shu qog'ozga nimalar yozilishiga bog'liq. Miya tuzilishi 3 yoshgacha shakllanadi. Aytishlaricha, odam miyasi taxminan 1,4 milliard hujayradan iborat. Biroq yangi tug'ilgan chaqaloqda ularning ko'p qismi shakllanmagan bo'ladi. Ya'ni tug'ilgan chaqaloqning miyasi oppoq qog'oz kabidir. Miya hujayralari alohida tarqoq holda ishlamaydi. Miyaning mikroskopda olingan suratini kuzatgan olimlar shuni aniqlashdiki, bola tug'ilgandan keyin vaqt o'tishi va ongni rivojlangan sari unga miya hujayralari orasida maxsus ko'prikcha shoxchalar shakllanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq va voyaga yetgan insonning miya hujayralarini taqqoslash shuni ko'rsatmoqdaki, miya rivojlanishi davomida uning hujayralarini bir-biri bilan bog'lovchi ko'prikcha shoxchalar paydo bo'ladi. Bosh miya hujayralari mahkam birlashish uchun bir-birlariga go'yoki qo'l cho'zib, sezgi a'zolari orqali tashqaridan kelayotgan ma'lumotlarga javob qaytarishadi. Bu jarayon elektron kompyuterlardagi tranzistorlarning ishini eslatadi. Har bir tranzistor o'zicha alohida ishlay olmaydi. Faqatgina yagona tizimga bog'langandan keyin kompyuter kabi faoliyat yuritadi. Hujayralar orasida aloqalar eng jadal shakllanadigan davr bu bolaning tug'ilishidan 3 yoshgacha bo'lgan davridir. Shu vaqt mobaynida bunday birikmalarning taxminan 70-80% paydo bo'ladi. Ular rivojlangani sari miyaning imkoniyatlari ham kengayib boradi. Tug'ilgandan keyin birinchi 6 oy davomida miyaning qobiliyati 50%ga, 3 yoshgacha esa 80%ga oshadi. Albatta, bu 3 yoshdan keyin bola miyasi butkul rivojlanishdan to'xtaydi degani emas. 4 yoshdan boshlab miyaning boshqa bir qismidagi hujayraviy aloqalar ishga tushadi. 3 yoshgacha asosan miyaning orqa qismi shakllanadi. 4 yoshdan esa bu murakkab jarayonga peshona bo'limlari deb ataluvchi qism qo'shiladi. 3 yoshgacha va undan keyingi hujayraviy aloqalar shakllanishi orasidagi farq shundaki, 3 yoshgacha shakllangan hujayralar ko'priklarini kompyuterdagi texnik ta'minot deb olsak, 3 yoshdan keyingi esa kompyuterdagi dastur bilan ta'minlashga qiyoslash mumkin. Miyaning tashqi signal qabul qilishi, uning suratini tasavvur qilishi va uni xotirada saqlab qolishga qodirligi shunday bir qobiliyat hisoblanadiki, bu yuqorida keltirilgan kompyuterga o'xshaydi va bolaning kelgusidagi intellektual rivojlanishi uchun fundamental poydevordir. Fikrlash, ehtiyojlar, ijod qilish, tuyg'ular kabi yetuk qobiliyatlar 3 yoshdan so'ng rivojlanadi. Ammo ular aynan shu yoshgacha shakllangan asosdan foydalanadilar. Shunday qilib, agar bolada 3 yoshigacha puxta asos solinmagan bo'lsa, undan foydalanishni o'rgatish behuda. Bu xuddi kuchsiz kompyuterda ishlab katta natijalarga erishishga urinishdir. Zamonaviy tarbiya qattiqqo'llik davri bilan erkinlik davrini o'zgartirib xato qilmoqda. Hozirgi kunda ham ko'pgina psixologlar va pedagoglar, ayniqsa ilg'or, progressiv pedagoglar bolaga yoshligidan ta'lim berishni noto'g'ri deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, ma'lumotning ko'pligi bolaning asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan uni o'z holiga qo'yib, istagan narsasini qilishiga ruxsat berish kerak, deydilar. Ba'zilar aytishicha, bu yoshdagi bolalar xudbin bo'ladi va har qanday ishlarni o'z xursandchiligi uchun qiladi. Shu bois butun dunyodagi ota-onalar mana shu fikrlar ta'sirida ongli ravishda bolani tinch qo'yish tamoyiliga amal qiladilar. Xuddi shu ota-onalar bola bog'cha yoki maktabga borganida darhol bu tamoyildan voz kechib, birdan o'z farzandlariga biror narsani o'rgatishga va tarbiyalashga urinib, qattiqqo'l bo'lib qoladilar. Hech bir sababsiz muloyim onalar shafqatsiz onalarga aylanib qoladilar. Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra, buning aksi bo'lishi kerak. Bola hayotining boshida, ayniqsa
Birinchi yillarida unga qattiqqo'l hamda muloyim munosabatda bo'lmoq, 3 yoshdan keyin o'z menini taniy boshlaganida esa uning irodasini hurmat qilishni o'rgatmoq lozim. Aniqroq qilib aytsak, ota-ona ta'siri bog'cha yoshigacha tugatilmog'i lozim. Go'daklik davrida aralashmaslik, keyinroq esa bolaga bosim o'tkazish undagi qobiliyatni so'ndirishi va qarshilikni vujudga keltirishi mumkin. Yosh bola nima qila oladi? Kattalarning qiyin va oson degan tushunchalari bolalarga to'g'ri kelmaydi. Biz kattalar bu kitob yosh bola uchun juda qiyin yoki bola mumtoz musiqani baholay olmaydi deya qat'iy ta'kidlaymiz. Ammo qanday asosga tayanib bunday xulosaga kelganmiz? Bola uchun aniq belgilab qo'yilgan qiyin yoxud oson degan tushunchalar yo'q. Ingliz yoki yapon tilimi, Bach yoki yosh bolalarga xos musiqami, bir xil ohangdagi va bir turdagi kuy yoki tovushlar uyg'unligimi, barchasi bir vaqtda o'rgatilishi kerak. Bola uchun hammasi yangi. Hissiyotlar asosida chiqarilgan xulosa bilimga bog'liq emas. Bilim esa aksincha, hissiyotlarga to'siq bo'lishi mumkin. Oramizda mashhur shoh asarni ko'rganda unga nisbatan hech qanday his tuymasa-da, rassomning mashhur ismi va suratini bahosini bilgani uchungina shoh asar juda betakror deganlar ko'p. Shunday emasmi? Bola esa doimo rostgo'y. Biror bir narsa yoki mashg'ulot unga qiziq bo'lsagina uning diqqat e'tiborini butunlay egallaydi. Amerikada keng ommalashgan Kunjut ko'chasi nomli yosh bolalarga mo'ljallangan teleko'rsatuv bor. Kunjut ko'chasini Kunjut xiyoboni deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Nyu-Yorkdagi Harlem ko'chasi mana shu teleko'rsatuvning asosiy manbasi bo'lib, undagi qahramonlar shu yerda yashaydigan qo'g'irchoqlaridir. Bu teleko'rsatuvning qiziq tomoni shundaki, undagi qahramonlar nihoyatda aniq fe'l-atvorga ega bo'lgan. Shu bilan birga qo'shnilariga ham bir muncha o'xshab ketadi. Bunday fe'l-atvordagi odamlar serqirra va 2 yosh atrofidagi bolalar ularni tushuna olmaydi deb o'ylardim. Aslida esa unday emas ekan. Go'daklarning ham ko'ngilga yoqadigan qahramoni bo'lib, ana shu qahramonlar ekranda ko'rinishi bilan unga mahliyo bo'lib qolar edi. Ayniqsa go'daklar e'tiborni jalb qiladigani bu kanareyka qushi edi. Uning fe'l-atvori shunday tasvirlanadiki, beg'amligidan doim muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, lekin bunga aybsizdek beparvo bo'lib, hech ham o'rganish niyatidan qaytmaydi. Hali biror so'zni talaffuz qila olmaydigan go'dak, xuddi kattalardek qo'g'irchoqlarning murakkab fe'l-atvorini tushunishi, birini boshqasidan farqlashi, men shunga xayrixohman degan tushunchasi bo'lishi muhimdir. Kattalardagi go'daklar uchun bu qiyin degan tushuncha aslida chaqaloqlarga mos kelmasligiga mana shu misol yorqin dalil bo'ladi.